2026-yil kino industriyasi uchun eng kutilgan yillardan biri edi. O'rgimchak odam. Qasoskorlar. Duna olamining davomi. Steven Spielbergning yangi loyihasi. Christopher Nolanning Odisseyasi. O'yinlar asosidagi filmlar, biografik dramalar, lekin haqiqatdan ham birinchi katta portlagan film Ryan Gosling ishtirokidagi Qiyomat kuni loyihasi bo'ldi va bu g'alati. Chunki film haqida odamlar relizga bir necha hafta qolganda bilishdi xolos. Katta marketing bo'lmadi. Majburiy blockbuster degan status ham yo'q edi. Shunga qaramay film o'xshadi. Video davomida kino bo'yicha spoilerlar bo'ladi. Qog'ozda qarasangiz, bu Interstellarning yengilroq versiyasidek. Tabiiy ofat sabab dunyo oxiri yaqin, qandaydir sohani sobiq mutaxassisini topishadi va uni kosmosga jo'natishadi. Faqat Tars o'rniga Rocky. Yo'q, boshqa Rocky. Men filmni kinoteatrda ko'rdim va seansdan keyin bir fikr keldi. Mana shu his uchun kinoteatrga boraman. Maxsus effektlar uchun emas. Adashmasam bu filmda deyarli CGI ham yo'q. Asosan amaliy effektlar. Masshtab uchun ham emas. Balkim Ryan Gosling bo'lish hissi uchundir. Lekin jiddiy aytganda savol tug'iladi. Bu filmda nima bunchalik yaxshi ishlagan? Agar kosmik masshtabni va sci-fi elementlarni olib tashlasak, Qiyomat kuni loyihasini klassik buddy movie sifatida tushunish mumkin. Bu janrning asosida oddiy model yotadi. Ikki xil personaj tasodifan yoki majburiy tarzda birlashadi va o'zaro munosabat orqali ichki yoki tashqi konfliktlarni yengishadi. Bunga yorqin misol The Intouchables 1+1. Bosh qahramonlar turli ijtimoiy dunyodan. Lekin ularni birlashtiradigan narsa yolg'izlik. Va hikoya davomida bu tanishuv kuchli insoniy bog'liqlikka aylanadi. Ammo Qiyomat kuni loyihasi bu modelni absolyut darajaga olib chiqdi. Grace va Rocky nafaqat ijtimoiy, balki tom ma'noda ikki boshqa dunyo vakili. Eng muhimi, Rocky hatto gumanoid ham emas. Bu detalni eslab qolinglar, chunki filmni ikkinchi asosiy g'oyasini kuchaytiradi. Bu yerda yolg'izlik shunchaki psixologik metafora emas. Ular ochiq kosmosda o'z turining so'nggi tirik vakillari. Bu yerda gap haqiqiy fizik izolyatsiya haqida ketyapti. Ularning munosabati konflikt, tasodif yoki ijtimoiy yaqinlashuv natijasi emas. Bu majburiy aloqa. Chunki ikkalasida ham bu kontaktsiz yashash yoki muloqot qilishning boshqa yo'li yo'q. Agar 1+1 ni olsak, qahramonlar turli hayotiy vaziyatlar orqali suhbatlar va tajribalar bilan ichki konfliktlarni yengishadi. Lekin Qiyomat kuni loyihasida bu jarayon boshqacha qurilgan. Buddy movie strukturasi road movie bilan aralashgan. Hikoyaning asosiy dvigateli yo'lning o'zi. U mobaynidagi sarguzasht. Qahramonlar doim A nuqtadan B nuqtaga harakatda bo'ladi va aynan shu marshrut hikoyaning markaziga aylanadi. Bunday filmlarda faqat manzil emas, yo'l davomida bo'ladigan hamma narsa muhim. Uchrashuvlar, to'siqlar, qarorlar va majburiy hamkorlik. Aynan shu struktura sababli film sizni yutib yuboradi. Chunki muhit va vaziyatlar doim o'zgarib turadi. Tomoshabin esa hikoya doim harakatdaligini his qiladi. Filmdan keyin yana bir muhim fikr keldi. Bu yerda inson eng insoniy xarakter emas. Grace klassik qahramon obraziga to'g'ri kelmaydi. Unda kuchli axloq pozitsiyasi ham yo'q. Bu qo'rqadigan, ikkilanadigan va birinchi navbatda tirik qolishni o'ylaydigan oddiy odam. Tanqid vaziyatlarda uning tanlovi har doim ham to'g'ri yoki qahramoncha emas. Eng qizig'i, film buni baholamaydi. Na oqlaydi, na qoralaydi. U faqat bir haqiqatni ko'rsatadi. Ekstremal sharoitda o'zini saqlab qolish instinkti ko'pincha ideallardan kuchliroq bo'ladi. Rocky avvalroq uni qutqarmaganida, Grace keyinchalik uni qutqarish uchun qaytarmidi? Shaxsan menimcha yo'q. Siz nima deb o'ylaysiz? Rocky esa bu yerda axloq kompasi vazifasini bajaradi. U inson emas, lekin aynan u filmdagi eng insoniy xarakter. U niyatini yashirmaydi, qarorda ikkilanmaydi va harakatlari uchun bahona qidirmaydi.
Agar ishonsa, to'liq ishonadi. Agar yordam bersa, oxirigacha boradi. Hatto bu o'z hayotiga xavf tug'dirsa ham. Va bir payt paradoksal his paydo bo'ladi. Greysni qancha ko'p tanisang, u qahramon obrazidan shuncha uzoqlashadi. Rokkini qancha ko'p tanisang, u shuncha ko'proq insonga o'xshay boshlaydi. Ko'p filmlarda o'zga sayyoralik boshqacha, begona obrazida. Bu yerda esa aksincha. U inson ko'zguda ko'rishni istaydigan obrazga aylandi. Greys esa aslida hammamizga o'xshagan oddiy odam. Qiyomat kuni loyihasi oxir-oqibat juda oddiy, lekin muhim fikrga olib keladi. Insoniylik biologik tur bilan emas, qaror va harakatlar bilan belgilanadi. Bu mavjudot tanloviga bog'liq va aynan shuning uchun film to'g'ri ishlaydi. Chunki sci-fi sarguzasht ko'rinishida u juda yerga yaqin hikoyani aytadi. Absolyut yolg'izlik haqida, ishonish zarurati haqida va har qanday sharoitda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan bog'liqlik haqida. Greys va Rocky haqiqatdan ham o'z dunyosining so'nggi vakillari bo'lib qoladi. Ishonishning yorqin misolini Greys skafandr dubulg'asini, ya'ni shlemni yechgan sahnada ko'ramiz. O'zaro tushunish o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. U quriladi, qadam-qadam, xatolar orqali. Shu tarzda film bir payt seni jimgina bir fikrga olib keladi. Eng yaqin inson senga o'xshagan odam bo'lishi shart emas, balki sen bilan qolishni tanlagan inson bo'lishi mumkin. Hatto u boshqacha fikrlasa ham, boshqacha ko'rinsa ham va boshqacha yashasa ham.